Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar. Mana bugun palagimizga dori berish jarayoni. Shu jarayonni ham ko'rsatib o'taman deb sizlarga va'da qilganimdek mana ko'rsatib o'tyapman. Ko'p kommentariyada yozyaptiki, palakka dorini qanday berasiz deb. Dori berish mana shunday bo'ladi. Mana bu oddiy polietilen turba. Polietilen turba plastmassaviy 20 ligini olasizlar, kesib o'zlaringizga moslab olasizlar. Ustiga oddiy bakalashkani qo'yib dorini mana teshiladi. Mana teshib berasizlar. O'rtaga. Har ikkita palakni o'rtasiga. Mana ikkita palakni o'rtasiga bir piyola. Shuni olasiz, mana shunday beradi. Mana qo'l bilan mana aynatsam, dori ichiga tushishi kerak. Mana shu tushib ketaveradi. Oyoqdagi ehtiyot bo'lasizlar, palak o'sib ketgan. Burada 2 kun mana shunday turadi. Bugun erta, indin kun kechki payt obeddan suv olinadi. O'shangacha mana shunday turadi. Mana shuni beraveradi. Buni bergandan keyin hozir yana bitta narsa bor, sizlarga ko'rsatib o'taman. Har bir teshigini yopib qo'yamiz. Masalan, 2 minut sabr. Kesak olasizlarda, kesak olib, mana teshib ketgan joylari mana yopiladi. Mana yopilib ketaveradi. Keyin bu dimlanib, harlanib, bironta o't qolmaydi. Giyoh qolmaydi ichkarida. Faqat sarg'ayib o'tlar kuyib ketadi. Bizdan suv qo'yamiz, xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Maksimal darajada tarqatingizlar, bilmaganlar bilib olsin. Mana shunday olib borsa juda ajoyib bo'lgan bo'ladi.